Alloh taoloning manhajini o'zini har bitta ishida tatbiq qilgan kishigina haqiqiy musulmondir. Ukalar, kiyim kiyayotganinglarda, yurishinglarda, mashina minishinglarda islomni tatbiq qilyapsizlarmi? Masalan, zo'r bola eshitamiz, ruhoniyatimiz oliy bo'ladi, yaxshi masala bo'ldi deymiz, mashinaga o'tirganimizda u boshqa odam edi. Islom faqat masjidda edi. U uchun payg'ambarimiz aytdilar, kim la ilaha illalloh kalimasini haqqi bilan aytsa jannatga kiradi. Sahobalar uni haqqi nima deyishdi? Rasululloh aytdilar, u kalima u kishini haromlardan to'sishligi. Agar kalimani aytsangiz, shu kalimangiz, aytgan kalimangiz sizni haromdan to'sdimi, demak jannatga kirasiz, demak mu'minsiz. O'sha svetofordan o'tib ketishlik harom edi. Kalima o'tmadi yatuvdi. Siz o'tib ketdingiz, kalimaga xilof qildingiz. O'sha peshobga yo'l berish kerak edi, o'tib ketdingiz. Kalima sizga to'xta deyatuvdi. Tijoratingizda o'sha yolg'onni gapirma deyatuvdi kalima. Demak haqqini ado qilmadi.